Respublika oldin doktordan sog'liq holati qaytdim. Qaytgan holatimda boshimda kuchli og'riq, ko'zlarimda, yelkalarimda kuchli og'riq bilan keldim. Birinchi igna muolajani olgandan keyin judayam terga tushib, judayam holatim undan ham og'irlashib, ignalar so'ygandan keyin anchadan keyin yengil bo'lib, bugun 3-chi kun kelyapman. Xudoga ming qatla shukr. Har kungidan bugungi kun yaxshi baribir. Kundan kunga o'zgarishlar yaxshi. Shunda issig'ingiz ham tushmasdan, o'sha doktorlarda issig'ingiz asosan tushmadi. Issiq tushmasdan quchoq tutib, ko'ngil aynishlari. Shular bezovta qilib, og'riqlar bezovta qilib, ko'z og'riq. Ko'zni ocholmasdan, quyoshga qaralmasdan, yorug'likni ko'rolmasdan. Ko'zni yumib yurib, shu holatlarni yo'nalib keldim. Shunda mana qarang, sizni kasalligingiz meditsina tilida krasnaya volchanka deyiladi. Bu kasallik o'sha pochka faoliyatini butkul ishdan chiqaradida, issig'i ketma-ket tushmasdan, bu o'sha hamma joyda og'riq, o'zini noxush his qilishlik, ko'ngil aynishi, ovqat yegisi kelmasdan o'zini juda bir yomon his qiladi. Shunga mana hozir xudo xolasa o'sha birinchi kunda hamma joydan o'sha turib qolgan suyuqliklar chiqib ketdi-da, teri orqali. Esingizda bo'lsa, shu boshlaringizdan ham suv bilan, shunda sochlaringiz ichidan ham, kiyimlaringiz ham ho'l bo'lib ketdi. O'sha kanallar ochildi. Hozir pochka faoliyati ham yaxshi. Shuni hisobiga mana jigarga ozgina nagruzka bo'lgan boyaga dorilarni, kuchli dorilarni hisobidan oshqozon osti beziga, keyin taloqqa. Hozir shular hammasi Xudoga shukr yaxshi mana. Yaxshi, shuni hisobiga ishtahangiz ham yaxshi, uyqularingiz yaxshi, issig'ingiz unaqa chiqayotgani yo'q, boya og'riqlar butunlay yo'q. Eng asosiy boya hisoq to'xtadi. O'sha juda bezovta qilyapti. O'shanga Allohimga behisob shukr. Bu natija hammasi Allohdan. Shifoni beruvchi Alloh shu bir sababi bilan shu yoqqa kelib qoldingiz-da. Endi biz ham shu sababini qilib turibmiz. Shunga Allohimga behisob shukr. Allohga hamdlar bo'lsin. Behisob jamiki o'sha kasal bo'lib yurganlar, shifo topolmay yurganlarga Alloh taolo o'zi g'oyibidan yetkazib, shifosini bersin, shifoi alo, shifo ato etsin, o'zi g'oyibidan yetkazib, shuni ko'rmagan deb o'pishga o'zi sababchi bo'lsin. Chunki agar odam sog'lig'i bo'lmasa, hech narsa